Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun men sizlarga taniqli o'zbek yozuvchisi Oybek va uning bolalik asari haqida gapirib beraman. Oybek asl ismi Muso Toshmuhammad o'g'li. 1905-yil 10-yanvarda Bo'zchi oilasida tavallud topgan. U shoir, nosir olim, tanqidchi va tarjimon sifatida faoliyat yuritgan. Akademik unvonga ham sazovor bo'lgan. 1968-yilgacha Toshkentda yashab ijod qilgan. Uning ilk mashhur romanlari Qutlug'xon va Navoiydir. Uning qalamiga mansub bolalik asari ham taniqli. Bu asarda bosh qahramon Oybekning o'zi. Asar bola tilidan hikoya qilinadi va 20-asr boshlaridagi Toshkent hayotini, oddiy oilalarni, turmush tarzi, eskicha maktablar, mahalla, urf-odatlari jonli tasvirlaydi. Muso doim bobosi Otaqo'zi bilan birga yurib, undan ertak va rivoyatlar tinglaydi. Onasi Karomat esa unga Mashrab va Fuzuliy g'azallarini o'qib beradi. Shu orqali bolada kitobga, kengroq Navoiy ijodiga bo'lgan qiziqish uyg'onadi. Asar shu qadar qadrlanganki, muallif unga Hamza nomidagi O'zbekiston SSR davlat mukofotiga sazovor bo'lgan.